xullas birovni haqqi va o'g'irlik bo'yicha bir narsa aytib beraman. Bu o'zim bilan bo'lib o'tgan suhbat. Ya'ni bundan 5-6 yil oldin Rossiyaning Irkutsk viloyatiga bo'lib o'tgan suhbat. Suhbatdoshim men bilan marshrutka uchrashib qolgan edi. U o'sha payt qorovullik qilayotgan ekan. Qorovul bo'lib ishlayapman dedi. Keyin aytishi bo'yicha u o'sha qorovullikka o'tishidan 1 yil oldin omborga ishlagan, omborga tarvuz tushirishgan sheriklari bilan tarvuz tushirish mobayniga 3-4 tonnadan tarvuzni o'g'irlab ombor narxiga arzon garovga sotib yuborgan. Keyin pulini bo'lib olishgan. Bir kuni keyin xullas qo'lga tushishadi. Ular yaxshi tarvuz keldi deb 10 tonnani pullay osishgan payti qo'lga tushgan. Ya'ni bitta uni o'zi tushgan qo'lga. O'sha qo'lga tushgan payti hammasini o'zini bo'yniga olgan. Omborning egasi Toshkentlik bo'lgani uchun u yigitga indamagan. Mayli, faqat bitta narsa. Mayli, kechiraman. Mana shu 10 tonna tarvuzni pulini ombor narxiga qo'limga olib kelib tutqazasan va qaytib ko'zimga ko'rinmaysan deydi. Keyin u aytadi, o'sha ishlaganidan keyin stroykaga chiqib ketgan, pulni amallab to'lagan, sheriklari bilan to'laganidan keyin bir kun uyg'onsam deydi, xullas oyoqlarim ishlamayapti. To'satdan doktor tekshirgan, yo'q, iloj yo'q deb aytganidan keyin o'zimizga O'zbekistonga qaytdim, lekin qiynaldim. Shunaqa qiynalyapman, hamma narsa ichimdan o'tyapti deydi. Bir kuni doktorni oldimga chaqirib, qulog'iga pichirlarim deydi. Doktor, agar birorta dori bo'lsa, shuni ukollaring hech kimga aytmayman, o'lib ketsam ham roziman deb aytdim deydi. Doktor shunga aytadiki, keyin unga yo'q, men unaqa qila olmayman. Meni kasbim buni yo'l qo'ymaydi. Xullas davolanadi, keyin bir oydan keyin asta-asta qo'ltiq tayoqqa yurishni boshlaydi. Keyin devorlarni suyanib yurishni boshlaydi, yiqilib ketadi, yiqilganidan yana turadi. Xullas oxiri tavba qildim dedi. Tavba qilganidan keyin yaxshi bo'lib ketdim. Ikkinchi unaqa ish qilmayman. Hozir deyapti, jo'ja ochib inkubatoriyaga. Jo'ja ochib sotaman, halol mehnat qilaman. Mana o'sha payti bildim qanchalik birovda haqqi yuqmasligini. Farzandlarim bor edi. O'sha payt qizim tug'ilgan edi, kasal bo'lib qolgan payt. Agar mana shu qizim bo'lmasa, meni bu dunyoga hech kim ushlab tura olmaydi deydi. Buni nima uchun aytmoqchiman? Hozir ko'pchilik birovda haqqidan qo'rqmay qo'ydi. Mana shu narsa menga bu bittasi hali. Boshqa narsalar ham bor, vaqtini topib aytib beraman.